Men yarim pulni beraman senga deyapti. 100 million umumiy mulk deb topiladi. Mana shu holatni hozir siz yuridik tilda tushuntiryapsiz. Sizning holatingizda narigi tomon roziman. Alohida yashab turgan davrda mulk olgan bo'lsa, To'ygacha yoki nikohgacha bo'lgan mol-mulki ham birgalikda mol-mulk deb topilishi mumkin. nikoh davrida 200 million to'layapti, lekin 300 million qarzi bor. Kreditga olingan mol-mulklar O'zini ulushini kompensatsiya sifatida talab qilish huquqiga ega ekanligi yozilgan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yuridik choyxonamizning navbatdagi sonini video tasvirini olyapmiz. Bugungi navbatdagi mehmonimiz Islom aka Mirzayev. Islom aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Mehmon dedingiz. Rahmat mehmon deganingiz uchun. Aslida mehmon, mezbon aralashtirib aytaversak ham bo'ladi. Bugun demak ham dekabr boshi Konstitutsiya kuni arafasida ham o'sha amaliyotdagi advokatlik faoliyati bilan sud huquq faoliyati bilan bog'liq masalalar haqida gaplashsak, kuzatuvchilarimizga demak foydali bo'lgan bir mavzularda. Albatta. Demak, Islom aka, bugungi mavzumiz, ya'ni hozirda dolzarb bo'lgan masalalardan biri, ya'ni er-xotin o'rtasidagi mol-mulkni bo'lish masalalari. Bu holat oilalar o'rtasida juda ko'p uchrayapti va ushbu nizolar sudlarda ham ko'rilyapti. Keling, mana shu ya'ni er-xotin o'rtasidagi mulklarni bo'lish tartibi, ya'ni mulklarni qonuniy bo'lish tartibi va nizolarni hal qilish. Qanday qilib to'g'ri hal qilish mumkin va amaliyotdagi muammolar va yechimlar haqida gaplashsak. Albatta. Biz xohlamagan bo'lardik, albatta ko'pchilik ham xohlamagan bo'lardi er-xotin o'rtasidagi nizolar kelib chiqishini. Shu bilan birgalikda shu nizolar orqasidan umumiy mol-mulkda bo'lish to'g'risidagi nizolar kelib chiqishini xohlamagan bo'lardik. Lekin afsuski bugungi kundagi odamlarning mana shu huquqiy onga oshishi yoki ijtimoiy munosabatlarda shu darajada shakllanishi natijasida er-xotin o'rtasida mana shunday nizolar vujudga kelyapti va ularda tobora ham qonun yo'li bilan va sud amaliyotida shakllantirish yo'li bilan tartibga solish ehtiyoji tug'ilyapti. Qonunchilikka ko'ra, demak, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi tartibga solmagan holatlar bo'yicha Fuqarolik kodeksi, shu bilan birgalikda plenum qarorlari va boshqa normativ hujjatlarda er-xotin o'rtasidagi umumiy mol-mulk va uni bo'lish masalalarida normalar belgilangan. Xususan Oila kodeksida er-xotin umumiy mol-mulkini bo'lishning mulkiy huquqlarining demak qonunda belgilangan tartibi va shartnomaviy tartibi, nikoh shartnomasi orqali tartibga solish tartibi belgilangan. Qonunga buni o'xshatish mumkin bo'lsa, xuddi merosga o'xshab, merosda ham bilamiz, qonuniy merosxo'rlik bor, vasiyatnoma bo'yicha merosxo'rlik bor. Qonun bo'yicha demak tartibiga ko'proq to'xtalinadi baribir, chunki bizda ko'proq qonuniyda belgilangan normalar asosida nikoh shartnomalari ham tuzilyapti, kam asosan qonun bo'yicha bo'lish nimalari bor. Shu jarayonlarda esa sud amaliyotida ishtirok etib yurilganda ko'riladiki, ayrim muammolar bor, shu bilan birgalikda ayrim yangi ijtimoiy munosabatlar bor, yangi normalar, tushuntirishlar bor. Islom aka, mana hozir sudga o'tishdan oldin ya'ni kuzatuvchilarga bitta narsani tushuntirish kerak. Ya'ni o'zi er-xotin o'rtasidagi mulk qachon o'zi birgalikdagi mulk deb topiladi? Qanday mulklar o'zi birgalikdagi mulk o'zi? Shu haqida tushuntirish bering. Albatta, birinchi o'rinda da'vo qiluvchilar, umuman shu huquqqa daxldorlar, taraflar, demak, qaysi narsalar, qaysi mol-mulklar er-xotin o'rtasidagi mol-mulk hisoblanadi, shunga aniqlik kiritib olish kerak bo'ladi. Qonun nazarda tutadiki, er-xotin nikoh davomida, ya'ni birga yashab turgan, qonuniy nikohda bo'lgan davrda topgan mol-mulki, shu bilan birgalikda agar isbotlansa, to'ygacha yoki nikohgacha bo'lgan mol-mulki ham birgalikda mol-mulk deb topilishi mumkin. Ularda demak ko'chmas mulk, avtotransport vositalari, xo'jalik jamiyatlaridagi ulushlari, birga sotib olgan uy ro'zg'orida ishlatadigan umumiy qimmatbaho tovarlar, qimmatbaho zeb-ziynat buyumlari bo'lishi mumkin. Qimmatbaho misol uchun maishiy texnikalar bo'lishi mumkin. Bular demak birgalikdagi umumiy mol-mulk deb topiladi.
birga ishlab topgan, yig'ib qo'ygan puli bo'lishi mumkin. Tushunarli. Islom aka qarang, mana nikohgacha olingan mulklar bor. Demak, Albatta. nikohgacha olingan mulk bo'lsa, qanday holatlarda birgalikdagi mol mulk topilishi mumkin? Nikohgacha olingan mol-mulklar ham er-xotin o'rtasida umumiy mol-mulk topilishi mumkin. Basharti birinchi qoidasi ular demak masalan nikoh 2022-yil qayd etilgan. Lekin ular 2021-yildan boshlab munosabatda bo'lgan bo'lishi mumkin yoki umumiy mol-mulkiga ikkalasi ham topgan puliga har ikkalasi ham daromad qiladi. Bittasini nomiga xarid qilgan bo'lishi mumkin. Buning uchun endi isbotlovchi dalillar kerak. Haqiqatan ham ikkalasi birgalikda pul qo'shib, chunki u bittasini nomiga olinadi-ku, masalan, mashina yoki uy olinadigan bo'lsa. Dalillar kerak bo'ladi. Yana bitta holat bor. Ba'zi bir holatlarda nikohgacha kimnidir mulki bo'ladi. Aytaylik, ko'chmas mulki bo'ladi. Mazkur ko'chmas mulk aytaylik 22-yil boya aytganimizdek nikohdan o'tishgan, lekin erning nomida bitta uchastka bor, hovli bor. 2019-yildan beri uning nomida. Lekin 2022-yil nikohdan o'tishgandan keyin mazkur mol-mulkni sezilarli darajada kapital ta'mirlashdi. Ta'mirlagandan keyin biz bilamizki, uyni demak qurilishidan nima deydi? Qurilishidan ko'ra ta'miriga ko'proq pul ketishi mumkin. Bu narsalar ham isbotlab beriladigan bo'lsa, o'sha kadastr hujjatlari yangilanib, yangi binolar qurilgan bo'lsa, agar kadastrdan o'tmagan bo'lsa ham o'sha yaxshilanishlarni isbotlab berilsa, oldin mana bunaqa edi, guvohlar ko'rsatuvi bilan, rasmlar bilan, boshqalar bilan hozir mana bunaqa holatda deganda isbotlab berilsa, u ham demak umumiy mulk deb topilishi mumkin. Albatta aytganingizdek, kadastr hujjatlari yangilanganligi asosiy asos hisoblanadi. Endi yana bir holat, nimalar e'tibor berish kerak? Er-xotin o'rtasidagi umumiy mol-mulk hisoblanmaydi. Hisoblanishi bilan birgalikda. Sababi er-xotin qonuniy nikohda bo'lib turgan payti ham olgan narsalar bor. Umumiy mazmuni shunday iboratki, tekinga er-xotin olgan narsalar, hadya, meros, mohiyati tekinga olingan narsalar umumiy mol-mulk hisoblanmaydi. Shu bilan birgalikda qonuniy nikohda bo'lsa ham, hozir bunaqa holat ko'p kuzatilyapti. Birga yashamagan davrda, birga turmush qurmagan, oila yuritmagan bo'lsa, u davrdagi u yoki bu tomon olgan mol-mulk ham o'zini alohida mol-mulk hisoblanadi, umumiy hisoblanmaydi. Buni aytishimizga sabab shuki, hozirgi kunda nikohdan ajrashish jarayoni 1 yil, 2 yil, 3 yillab vaqt olishi mumkin, lekin ular o'sha munosabatni tugatgan bo'lishi mumkin 3 yil, 2 yil oldin. Va hayot davom etadi, faoliyat davomida mulk orttirishi mumkin. Mana shunday mulklar ham demak uni o'zini mulki umumiy mol-mulk hisoblanmaydi. Demak, siz aytyapsizki, mana er-xotin arazlab ikki tomonga ketishdi, alohida yashayapti. Demak, mana shu 1 yil yashadimi, 2 yil yashadimi, mana shu davrda mashina olishi mumkin, uy olishi mumkin. Demak, mana shunday holatdagina u o'zini nikohi bo'la turib, nikoh bo'lgan taqdirda ham, qonuniy nikoh bo'lsa ham, lekin alohida yashab turgan davrda mulk olgan bo'lsa, demak bu o'zini mulki hisoblanadi. Xuddi shunday. Islom aka, endi mana bugungi kunda ko'p uylar kreditga olinyapti. Kreditga olingan mol-mulklar mana shu bo'lish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Bizda juda to'g'ri savol bo'ldi. Hozirgi ijtimoiy munosabatlar doim rivojlanib boradi va ular yo ijtimoiy munosabat o'sha kelishidan oldinroq yoki munosabat kelib bo'lgandan keyin huquqiy tartibga solina boshlaydi. Kreditga olingan ko'chmas mulk yoki boshqa avtotransport vositasi bo'lishi mumkin. Asosan mulklar demak bizda avvaldan ham bu munosabatlar o'sha kelgan. Lekin oxirgi yillarda, mana xususan oxirgi 7-8 yillarda bu munosabatlar ko'paydi. Ya'ni aholiga keng imkoniyatlar berildi kreditga narsa xarid qilishga, mulk xarid qilishga. Va natijada er-xotin o'rtasida ham xuddi shunday kreditga olingan mulklar bo'yicha muomala rushdi keldi. 2023-yil 20-fevralda Oliy sud tomonidan er-xotin umumiy mol-mulkini bo'lishga doir nizolar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi plenum qarori qabul qilindi va mazkur plenum qarorida bunga tushuntirish berildi. Oila kodeksi yoki boshqa normativ huquqiy hujjatda to'g'ridan to'g'ri norma belgilanmagan hozircha kreditga olingan mol-mulk bo'yicha. Plenum qarorida tushuntirish berildiki, kreditga olingan mol-mulk ham agar kadastrdan o'tgan bo'lsa, u yoki bu tomonning nomiga
qaysi tomonni nomiga olinganidan, kredit to'lovlari kimning nomidan amalga oshirilganidan qat'iy nazar, demak ikkalasini umumiy mol mulki hisoblanishi to'g'risida tushuntirishlar berildi. Keyinchalik ham kredit bilamiz, hozir masalan 3 yillik yoki 4 yillik to'lab bo'lingan bo'lsa, yana 15 yil, 16 yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik keyingi to'lovlarga ham ular teng tarzda bank oldida javobgar deb belgilanishi va o'sha teng keyingi to'lovlarni amalga oshirib borishi belgilab qo'yildi. Shu bilan birgalikda u yerda kim uni agar bir tomon to'lamay qolsa, ikkinchi tomon ko'proq to'lagan bo'lsa, u bilan bog'liq munosabatlarga doir tushuntirishlar berildi sud amaliyoti bo'yicha. Yana bitta narsani aytish kerak, mazkur tushuntirishlar sud amaliyotiga tatbiq qilinyapti. Bu albatta normativ hujjat emas, plenum qaroridagi tushuntirishlar sudlar tomonidan qo'llaniladi, plenum qarorlari bilamiz. Ochiq qolayotgan joylari ham bor. Ya'ni yana tushuntirishga muhtoj bo'lgan davomini joylari bor. Albatta, Islom aka qarang, mana shu holatni hozir siz yuridik tilda tushuntiryapsiz. Misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, misol uchun nikohgacha uy kreditga olyapti. Aytaylik, uyning narxi 500 million so'm. Nikohgacha 200 million so'mni to'ladi. Nikoh davrida 100 million so'm to'ladi. Va 200 million so'm qarzi bor. Mana shunday holatda mulk qanday bo'linadi? Bunday holatda qonun talabi tushuntirishlar bo'yicha agar nikohdan oldin kreditga uy olingan, masalan siz aytganda 20-yil olingan kreditga uy, 22-yil turmush qurgan. 1 yil birga yashayapti 23-yilgacha. Avval 200 million to'ladi, o'rtada 22-23-yillarda 100 million to'ladi va undan keyin yana 200 million qarzi qolyapti. Shunday. Bunday holatda er-xotin o'rtasidagi turmush davomidagi to'langan pullar, ya'ni 100 million umumiy mulk deb topiladi va ikkalasining o'rtasida teng taqsimlanadi. Oldingi nikohdan oldingi to'lovlarga chunki bir tomonda hissasi qo'shilmagan va munosabatlar buzilgandan keyingi to'lovlarga ham ikkinchi tomonda hissasi qo'shilmagan. Bu yerda pul bo'linishi, ya'ni uyum emas, mulk huquqi belgilanmasligining sababi shundaki, mulk huquqi nikohgacha shakllanib bo'lgan. Bir kishining nomiga o'tib bo'lgan. Agar teskarisi bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 20-yil turmush qurgan, 22-yil uyini olgan. Nikoh davrida olgan. Shunday. Va 1 yildan keyin 23-yil ajrashib ketyapti. Aytmoqchisizki, nikoh davrida er-xotin uy olyapti. Nikoh davrida 200 million to'layapti, lekin 300 million qarzi bor aytaylik. 300 million qarzi bor. Ana shunday holatda uy nikoh davrida u yoki bu tomon nomiga rasmiylashtirilganligi uchun er yoki xotin tomoniga u umumiy mulk deb topiladi, taraflarning mulk huquqi belgilanadi va keyingi qarzdorlik ham ularni ikkalasining bo'ynida teng qoladi. Oddiy qilib aytganda, basharti ular o'rtasida kelishuv bo'lmasa. Islom aka, mana shunday ishlarda sudlarda ko'p qatnashyapsiz. Sizda amaliyotingizda qanday ishlar bo'ldi va mana shu amaliyotdan gapirib bering. Qanday muammo bor edi va muammo qanday yechildi? Biz hozir aytib o'tdik, kredit munosabatlari bo'yicha, plenum qaror tushuntirishlari bo'yicha, lekin fuqarolik oila kodeksi bilan tartibga solinadi avvalo bu munosabatlar. Keyin u oila kodeksi bilan tartibga solinmagan joylari, demak, fuqarolik kodeksi bilan amaliyotda har ikkala u yoki bu jarayonlarni ham guvohi bo'ldik. Ya'ni xuddi shunday nikoh tuzilgan, undan keyin kreditga uy olingan va nizo kelib chiqqan holatlarda nikoh davomida to'langan dastlabki to'lovlar va keyingi bankka to'lab borilgan asosiy foiz qarzdorliklarining taraflar o'rtasida umumiy mol deb topilib, ikkiga bo'linib, kimni nomida uy bo'lmasa, o'sha tomonga kompensatsiya sifatida berilib yuborgan holatlari ham bo'lyapti. Shu bilan birgalikda ish holatlaridan kelib chiqib, sudlar har ikkalasini agar kelishuv bo'lmaydigan bo'lsa, umumiy mulkdor deb topib, ulushlarni belgilab, majburiyatlarni ham ularga teng taqsimlab qo'yapti. O'sha oylik to'lovlarni ham o'sha holatlar kuzatilyapti. Ish holatlaridan kelib chiqib, sudlar u yoki bu qarorga kelishlari mumkin. Bunda sudlarga demak farzandlar kim bilan qolyapti? O'sha mol mulkni shakllantirishda, uni demak mol mulkda demak egalik huquqini sotib olishda kim ko'proq hissa qo'shayapti? Daromadlar, kelgusida farzandlar kim bilan qolyapti? U uydan kim ko'proq manfaatdor, foydalanadi, boshqa shu holatlarni inobatga olib bir tomonga demak to'liq olib berishi ham mumkin. Nikoh davomida to'langan pullarni kompensatsiya qilib yoki bo'lib qo'yishi ham mumkin. Tushunarli. Islom aka, qarang, yana bitta amaliyotda muammo bor. Nikoh davrida ko'p qavatli uydan uyi bor.
Demak, mana shu uyni sud bo'lib berdi. Aytaylik 50 ga 50% tarzda mulk huquqini belgiladi. Xo'p, mana shunday holatda misol uchun uyni sotish kerak yoki pul kompensatsiya undirish mumkin yoki. Mana shunday holatda qanday yechiladi? Mana uy turibdi, na sota oladi ikki tomon ham, na yoki kelisha oladi. Misol uchun 50% pulini bergin, menda qolsin deydi yoki men pulni beray. Shu masala, ya'ni yechilmasa, qanday hal qilish mumkin? Ikki tomon kelishmasa. Bu bilan bog'liq amaliyotda muammolar ham bor. Kelishmasa deyapsiz, o'z-o'zidan taraflar bir-birini inkor qiladi. Bir tomon uydan foydalanib turibdi, ikkinchi tomon foydalanmayapti. Sotib pulini beray deydi, yarmini o'zim olay deydi. Ikkinchi tomon rozi bo'lmaydi. Bu holatlar uchun demak oila kodeksidan bevosita tartibga solinmaganligi uchun fuqarolik kodeksining 223-moddasi qo'llaniladi. Normalar mayli o'z yo'liga, amaliy jihatdan gapiradigan bo'lsak, hozirda demak mana shunday muammo kelib chiqadigan bo'lsa, aytaylik, uy erni nomida umumiy mol-mulk er xohlayapti, o'shani sotib, aytaylik 400 million turadigan bo'lsa, 200 millionni xotiniga berib, 200 millionni o'ziga olib qolmoqchi. Shunday. Yoki bo'lmasa, bu mulk ikki kishini o'rtasida bo'lsa, baribir foydalanish qiyin. Har doim u yoki bu tomon da'vo qilaveradi. Bunda meni ham haqqim bor deydi, unisi meni ham haqqim bor deydi. Avvalroq uni taqdirini hal qilib olgan yaxshi. Masalan, er nomida uy 400 million so'm turadi, 200 million so'mni xotiniga bermoqchida, to'liq mulkni o'ziga olmoqchi. Bunday holat ham bor. Lekin shu yerda kelishuv bo'lmasa, shunga xotini rozi bo'lmasa, afsuski kompensatsiya berish masalalarida hozir da'volar asosan rad qilinyapti. Masalan, uydan er foydalanadi, xotin foydalanmaydi. Lekin umumiy mol-mulk bo'lganligi sababli belgilab qo'yilyapti 50 ga 50 ulushi. Yer aytayapti, uyni baholaylik, yarmini senga beray, sizga beray, mulkdorlikdan chiqib keting. U aytayapti, yo'q, menga mulkdorlik kerak, pul kerak emas, men shu yerda mulkdorligim tursa bo'ldi. Foydalanmaydi ham boshqa. Bunday holatlarda kompensatsiya berish da'vosi rad qilinadi. Yoki bo'lmasa teskarisi. Mana shunday vaziyatda mulk erning nomida da'vo kiritilyapti, umumiy mulk deb topish va xotin aytayaptiki, bu uydan baribir men foydalanmayman. Meni ikkita bolam bor. Hali ham uni boqishim bu bir tomon. Bu uyda meni yarim huquqim bor, shundoq ham meniki u. Uni kompensatsiyasini menga undirib beringlar, baribir menga bermayapti-yu, meni kiritmayapti-yu. Ikki xonali uyda biz o'zi ajrashib turganmiz, nizolashib turgan bo'lsak, qanday qilib uyga kirib yashayman? Mantiqan olib qaraganda-da. Undan ko'ra menga kompensatsiya undirib beringlar deyilganda, bu da'volar ham afsuski sudlar tomonidan rad qilinyapti. Men o'ylaymanki, yo tushuntirish berish yo'li bilan, yo qonunchilikka qanday aniqroq tuzatish kiritish yo'li bilan kompensatsiya masalalarini adolatli hal qilish ehtiyoji hozir amaliyotda tug'ilgan. Mana xuddi shunday. Boshqa bir vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Biz hozir ikkita misol keltirdik kompensatsiya olish masalasida. Agar ulush arzimagan bo'lsa-gina kompensatsiya berilishi mumkin degan qoidadan kelib chiqyapti hozir xolos. Lekin 223-moddasining o'zida ham mulkdan manfaatdor bo'lmagan taraf o'zini ulushini kompensatsiya sifatida talab qilish huquqiga ega ekanligi yozilgan. Lekin amaliyotda qo'llanmayapti. Ya, Islom aka, qarang, mana xuddi shunday masala bo'ldi bizda. Ya'ni men o'tgan yili mana shu masaladan qatnashdim. Ya'ni biz ayol kishining huquqlarini himoya qildik. Muammo nimada? Muammo 50 ga 50 bo'lingan sud tartibida. Endi bu ayol kompensatsiya ko'rinishida olmoqchi. Pulni o'zinikini olib chiqib ketmoqchi. Olib chiqib ketmoqchi. Xo'p, ayol kishi aytayapti. Uyni sotaylikda bo'lib olaylik deyapti. Ko'nmayapti. Xo'p, men yarim pulini beraman senga deyapti. Uyni yarim pulini beraman-da, uy menda qolsin deyapti. Yoki bo'lmasa 50%ni berganda uy senda qolsin deyapti. Hech qaysi kelishuvga rozi bo'lmayapti. Keyin biz sudga chiqyapmiz kompensatsiya undirish masalasida. Sud ko'rib chiqib, biz keyin bozor bahosini baholatyapmiz. 700 millionga baholab beryapti va 350 million so'mda undiruvga sud qanoatlantirib berdi. Mana shunday holatda. Shu undiruv kimga? Ayol kishiga olish to'g'risida. Chunki mulkni bo'lish imkoniyati mavjud emas. Chunki ko'p qavatli uy bo'lgani uchun, agar hovli bo'lganda imkoniyati bor edi. Imkoniyati mavjud bo'lmagani uchun kompensatsiya sifatida pul ko'rinishida undirib berish bo'yicha sud xalqaro qaror qabul qildi. Va bugungi kunda undirib berildi. Agar shunday qaror qabul qilingan bo'lsa, demak, qonun talabi bo'yicha to'g'ri talab qanoatlantirib berilgan, mantiqiy ham, oqilonalik prinsipiga ham. Men aytmoqchi bo'lganim, endi ko'p advokatlar bilan ularning fikrlarini eshitganda, o'zimiz sud amaliyotida yurganda ko'ryapmizki,
sudlar kompensatsiya berishga, masalan, sizni holatingizda narigi tomon rozi emas. Kompensatsiya emas. bera olmaydi. Mayli, huquqingiz shu yerda 50% tursa tursin degan vaj bilan rad qilyapti. Albatta siz aytayotgan holatda qanoatlantirgan bo'lsa, ayni shu to'g'ri, shu narsa amaliyotda joriy qilish kerak. Boshqa sudlarda ham shunaqa bo'lishi kerak aslida. Vaziyatdan kelib chiqib. Shunday. Islom aka, endi bu mol mulk masalasi, bo'lish masalasi bir juda bir uzoq va muammoli masala. Demak, kimda kim mana shunday muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Albatta. Islom aka bu bo'yicha ancha mutaxassis. Biz sizni huquqlaringizni sifatli himoya qilishga tayyormiz. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizning har qanday qo'llovingiz biz uchun ilhom baxsh etadi. Shuning uchun mana shu bizni yuridik choyxonamizga tashrif buyurganingiz uchun Islom aka, sizga ham katta rahmat. Katta rahmat. Albatta foydali bo'lsa, kuzatuvchilarimizga xursand bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlab turishsa, yanada bu nimani davom ettiramiz. Agarda kimda kim savollar bo'lsa, ushbu video ostidagi izohlarga savollaringizni yuborishingiz mumkin. Biz batafsil ko'rib chiqib sizga javob beramiz va aloqa uchun telefon raqamlarini qoldiramiz. Bizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Barcha kuzatuvchilarga rahmat aytamiz. Sog', salomat bo'ling. Rahmat.